G'ashim kelib qo'lim qichib kecha soat 10 da og'rimagan boshim og'ritib, miyamga nagruzka qilib, tep-tekis turgan shkaflarimni hammasini bo'shatib tozalashga qaror qildim. Menga o'xshagan nosog'lom, tipa sog'lom kelinkalar sho'ttamizda kommentariyaga yozib oringlar. Sizlarning ham shunaqa noodatiy qiliqlaringlar bor. Bugun bolalarim uyda bo'lganiga uyni bardakaga oyog'im X bo'lib qaltirab, davleniyalarim oshib, o'zi to'rttagina qolgan sochlarim tikka bo'lib ketdi. Lekin madi boshqa emas, qilmasam buni katta xoliyam ham qilib bermaydi dedim-da, duximni qo'lga olib ko'rib turganinglarda kuxnyaga ataka qilaman. Mana shunaqa shkaflarni bo'shatib tozalash men uchun anti-stress bo'ladi. Sababi keraksiz anchadan beri turgan narsalarni hammasini ko'zimni chirt yumib musorga tashlab yuboraman. Sababi bunaqa narsalar ko'payib ketsa 24 soat ezilib uborka qilsangiz ham hech kimni ko'ziga ko'rinmaydi. Shkafdagi narsalarni soldatlardek qilib taxlab qo'ydim. Endi bo'lsa sizlarga ham o'zimga ham yoqadigan qilib hamma joylarni ko'pirtirib yuvamiz. Hozir kommentariyaga bittasi qiyshayib keladi. Ko'pirtirib degan gapingiz ham ishingiz ham yoqmaydi deb. Mengacha вообще farqi yo'q. Qo'ynimni ko'chasiga ham kelmaydi shu gaplaringiz. Mana bambichskiy aktiv auditoriyamga kelinkalarimga glavniysi mana o'zimga yoqadi. Shu gaz oldida turadigan naborimni ham bir payt qarasam uvullab chirqi chiqib ketgan ekan. Hozir seni bijildoq suvlarda cho'miltiraman dedim-da, bitta tog'orachaga shartta solib ustidan shaqqillab qaynab turgan suvni soldim-da, mana o'sha reaksiyaga kirishyapti. Endi bo'lsa qalbimga o'xshab kristalniy bo'lib yaltirab chiqdi. Xullas Pinterestdan borchamizni ham taxtaravoniga joylab, o'zini vataniga qaytaramiz. Undan keyin bo'lsa qaynonamni eng yaxshi ko'rgan choynaklarni ham ichi qop-qora bo'lib qopti. Конечно, qora choy ichgandan keyin qora bo'ladi. Xullas mehrimdan chetda qolib ketmasin-da, buni ham bijildoq suvlarda ko'pirtirib, ichini kristalniy qilib yaltiratib qo'ydim. Bu choynakni qaranglar, choynakni qaynashi ham qaynonalarning qaynashiga o'xshaydi deb hazillashdim. Конечно, boshim baloga qolib ketmasin. Xullas ichlari ham ustilari ham yiltirab turibdi. Endi bo'lsa xolodilnik degan do'skamizga qizlarim bearmon pechat bosishadi, ularni ham top-toza qilib artib qo'ydim. Undan keyin mikrovolnovka, undan keyin bo'lsa duxovka, eng oxirida bo'lsa musor. Ezilib bitim to'kilib 2 soat yig'ishtirgan kuxnyamdan 3 paket musor chiqdi. Hammasini ko'chaga olib chiqib tashladim, svetlarni o'chirdim. Soatimiz millari bo'lsa 11:50 bo'ldi. Keyingi relsada ko'rishguncha hammaga xayr. Bu videoni menga o'xshagan chaqqon kelinkalarga jo'natib qo'yamiz.